Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli obunachi do'stlar. Mana biz uzoq tanaffusdan so'ng yana kanalimizga video qo'yishni boshladik. Bugun 2026-yil 21-may sanasida turibmiz. Bu yil biz yerimizga pomidor ekdik. Mana hozirgi kunda gullab meva tugib yotibdi. Bu pomidorimizning navi Madira degan pomidor bo'lib, bu erta pishar nav hisoblanadi. Buni erta bahorda fevral oyida ko'chat qilib urug'idan ekkanmiz va ko'chat qilib bu yerga ko'chirib ekdik. Hozirda o'sishi yaxshi. Bugun mana 21-may sanasida kuchli yomg'ir bo'lgani sababli mana barglari loy bo'lib shunday ahvolga kelib qolgan. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' salomat bo'ling.